Salom do'stlar. Bugun sizlar bilan MVP Minecraft. Xo'sh do'stlar, bugun qanday video desangiz, bugun o'zimga yaxshi uy sotib olaman. Xo'sh, qanday desangiz, bizda mana bu unday pul bor. Pulga narsa sotib olamiz. Hozir o'zbeklardan tashqari xorijliklar ham ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun hi guys. My first video in MVP Minecraft channel, and we have $50. I going to buy a new house because my house is small and uncomfortable. Let's play again. Play. Boshlaganimizdan bugun o'zimizga yangi bir sotuvchi kelgan. Kecha kelganini tungi soat 2 da ko'rib edim. Shovqin bo'layotgandi. Qani kirib ko'ramiz. Salom. Ha, siz kimsiz? Men Harin. Xo'sh, nima maqsadda keldingiz? Men uy sotib olmoqchi edim. Oddiy uylaringiz qancha? $150. Hoy, pulim yetmas ekan. $50 ga narsa yo'qmi? Uy yo'qmi? Yo'q. Xo'sh, pul topmasak bo'ladi. Bo'lmaydi. Keyinroq qaytib kelaman. Xo'p. Pul izlash kerak. Ana yerda nima yozilgan? Yo'qda, nima yozilgan bu yerda? Ish bor, $100. Как раз $50, $150 bo'ladi. Oh my god! Wow! To'g'riga va chapga yurish kerak. Ketdik bo'lmasa, ish topish uchun olg'a. Yo, ana bu binomi deymanda? Chamanda ana bu bino. Chom. Xorijliklar tushunmashi mumkin bu anaga. This is video translate Uzbek language. Yopti. Assalomu alaykum. Ha, siz kimsiz? Assalomu alaykum. Men Harinman. Xo'sh. Nima maqsadda keldingiz? Sizlar $100 ga ish borligini aytibsizlar? Ha, biz aytganmiz. Xo'sh, ish nima? Bizning ishimiz mana shu bochkani oching. Xo'sh. Bu yerda axir bolta bor-ku, almashli. Ha, shundan iborat. 64 ta daraxt tayibgan. Va sizga $100 beriladi. Shunchalik osonmi? Ha. Xo'p. Ketdik bo'lmasam. Xo'sh. Ketdik. 64 ta daraxt juda ham oson. A few moments later. Va bittagina kerak. Bitta emas, to'lda 64 ta. Qaytamiz. Taq. Kimdir bormi? Ha, kiraver. Nega eshik bilan o'ynayapsan? Kecha ishingizni qildim, kecha berilgan. Xo'sh, mana shu bochkaga qo'y. Ana shu yerda daraxt ham, boltan ham. Xo'p. Buni ham qo'yib qo'yamiz.
Yaxshi. Mana shu meni oldimdan turgan bochkani ochini och. Bu ish haqing. Xo'sh. Yo, $100. O, rahmat. Arzimaydi. Ketdik. Biz $100 ishlab oldik. Yos. Biz endi uy olamiz. Wow. Cho'chqacha, endi men uy olaman. Yur men bilan. Wow. Bunday tez uy quraman. Wow. Qiziqib ketyapman qanday uyli borligiga. Wow. Munchalar oson uy olaman. Daraxt ko'chatlari. Uyimni oldiga ekib qo'yaman bu daraxt ko'chatlarini. Bu dahshat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yana o'shasizmi? Harin. Nega uryapsiz? Tegib ketib qo'lim, kechirasiz. Xo'sh, Pulni ana bochkaga solasiz. Ikkinchi bochkani oching. Birinchi bochkada bank shunaqa narsalar bor. ular qanchadan? $200. Qimmat ekan. Uylarda bittasini tanlang. Mana u yoqdi menga. Xo'sh. Olgan bo'lsangiz, barakasini bersin. Rahmat sizga. Bu savdolashishdan keyin uyda ko'rish endi mazza. Hozir o'ydek chiqadi. Qarab ketdim yo. Oh my God! Wow! Bu uydim qanchalik ajoyib. Yo, bunaqa uylarni ko'rmadim. Bu yoqdan balkon. Bu yoqdan esa oshxona jihozlari. Go'sht ham bor ekan u yerda. Bilmadim lekin. Bu yerda shashlik pishirsa ham bo'ladi. Basseyn, nima bu? Bunaqa ham uy bo'ladimi? Wow. O'zimga ishona olmayapman. Bu meni uyimmi? Voy, yotoqxonasi. Voy, kompyuterxona. Wow. Olg'a. Gol! Yutdik. Wow, bu yerda ham narsalar bor. Narsa solsa bo'ladi. Xo'sh do'stlar, video yoqqan bo'lsa MVP Minecraft kanaliga obuna bo'ling. Bu modlarni qayerdan topdik desangiz, bu modlar Telegram kanalida tashlab boriladi. Telegram kanal MVP pastkicha kuchukcha MVP pastki chiziqcha Minecraft shunday yozsangiz o'zi chiqib keladi. Sizlar bilan Minecraftni bir Harim bo'ldi. Mena ikkinchim ham bor. Uni ismi Dios King. U hali tayyor emas ekan. Shuning uchun o'zim video qo'yaverdim. Video yoqqan bo'lsa like bosing. 100 ta like bo'lsa bundan ham zo'r videolar chiqaramiz. Xudo xohlasa.